Vaqt mashinasi 1984 5-qism. Aziz o'quvchim, sizga hikoyani avtor emas, balki qahramonlarimning o'zi aytib bersa yana ham ishonarli bo'lishini bilganim uchun asar personajlariga so'z beraman. Umrida ilk bora mavjud qoidalarni buzgani uchun ish qo'yayotgan pogonli odamlarni ko'rgan Irina qo'rquvdan muzlab ketgandi. Tamom bo'ldim. Endi oborib qamab qo'yishadi degan xayoldan badani muzlab ketdi. Lekin jazo qonunida kelajak bilan gaplashgan odam qamalsin degan modda bormi? Yo'q albatta. Eshikni ochdim. Kelganlardan bo'yi va unvoni kattarog'i chiz berib o'zini tanishtirdi. Kapitan Segizbayevman dedi. Ismi Ulan ekan. Qo'lidagi kepkali odam rasmini ko'rsatib, shu odamni ko'rmadingizmi deb so'radi. Men yo'q, bu odamni ko'rmadim, tinchlikmi dedim. Kibernetika instituti yonidagi ko'p qavatli uyning 2-qavatida yashaydigan ukrain kampirni o'ldirib, uyini tunab ketishibdi. Kampirning uyida ijarada turadigan o'ris yigit ham yo'q bo'lib qolgan. Asosiy gumon ana shu o'ris zimmasiga tushayotgan edi. O'ris yigitni kibernetika instituti hovlisidagi gaz ballon turadigan kulba yonida ko'rishgan. Segizboyev menga murojaat qilib, siz shu institutda ishlaysizmi deb so'radi. Ha dedim. Unday bo'lsa sizning ishtirokingizda institut hovlisini ko'zdan kechirsak dedi. Men mayli deb hamrohlik qildim. Boshqa vaqt bo'lsa qotilni qidirishdan qo'rqardim, ammo bu safar yengil tortdim. Berlin, West End, 2023-yil. Nihoyat Yovshandurda laboratoriyadagi superkompyuterda molekulalarga ajratilib, fayl holiga keltirildi. Endi uni elektron maktubga qistirib, adresatga yuborsa bo'ladi. Ammo elektron pochta va umuman virtual harakatlar uchun internet lozim. 1984-yili Toshkentda internet yo'q edi-ku. Qanday qilib Yovshandurdaning molekulalari ilova qilingan maktubni internet yo'q shaharga jo'natish mumkin? Umuman hikoya boshida toshkentlik aspirant qiz qanday qilib kelajakdan maktub oldi? Ogas. Gapni cho'zmasdan shu paytgacha davlat siri bo'lgan muhim bilgini ochiqlayman. 1984-yili optik tolali kabellar orqali ishlaydigan anchayin mukammal internet tizimi Toshkentda mavjud bo'lgan. Bu tizim orqali Sofiya, Budapesht, Dresden, Varshava, Praga kabi sotsialistik shaharlar qatorida Avstriya va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Toshkent orqali bog'lanishgan. SSRda hozirgi internetning o'zginasi bo'lgan axborot almashish texnologiyasi 1959-yili butun mamlakatning barcha, shu jumladan harbiy bo'lmagan sohalari bo'ylab joriy qilingan edi. Hisob yuritish va informatsiyani qayta ishlash bo'yicha umumdavlat avtomatlashtirilgan tizimi OGAS deb nomlangan internetga ba'zi generallar qo'rquvi bois atayin tormoz berilgan edi. Ikkita kompyuterga 3-kompyuterning ulanishidan tarkib topgan ilk axborot almashinuv tizimi SSRning Toshkent shahrida harbiy maqsadlar uchun 1955-yilda yaratilgan bo'lib, o'ta maxfiy laboratoriya hisoblanar edi. Stalin o'limidan so'ng Sovet ittifoqiga rahbarlik qilgan Nikita Xrushchev kosmik loyihalar uchun Qozog'istonning Boyqo'ng'ir dashtlarini tanlaydi. Ammo Boyqo'ng'irda kosmik loyihani amalga oshirish uchun laboratoriya va ilmiy tadqiqot markazi yo'q edi. Umuman hech narsa yo'q edi. Na katta va na kichik daraxt. Boyqo'ng'irni boshqarish ilmiy markazini maxfiy tarzda Toshkentda yaratishga qaror qilindi va SSRning kosmosga odam uchirish loyihasiga Toshkent 1 deb nom berildi. Do'ppi kiygan Gagarin rasmi bekorga emas. Taniqli olimlarning bolalari metrikasining tug'ilgan yeri degan joyga Toshkent deb yozilgani ham bejiz emas. 1957-yili SSR dunyoda ilk bora Yerning sun'iy yo'ldoshini ko'kka uchiradi. Kosmosdagi Sputnik trayektoriyasini kuzatish muammosi SSR Fanlar akademiyasining Toshkentdagi kibernetika institutida hal qilindi. Sputnik internetga o'xshash tizim vositasida EVM orqali perfalenta va perfokartalar yordamida kuzatildi.
Bu olamshumul, ammo o'ta maxfiylashtirilgan ixtiro edi. Bu ixtiro haqida xabar topgan Ike Brat yarim soat davomida generallarni onasini so'kkan edi. Ike bu o'sha davrdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti David Eisenhowerning harbiylar orasidagi laqabi edi. Bu ixtiro Toshkentdagi maxfiy laboratoriyada ishlagan harbiy injener polkovnik Anatoliy Ivanovich Kitovga oid edi. Kitov SSR rahbari Xrushchevga xat yozib, mamlakatdagi barcha EVMlarni birlashtiruvchi harbiy va harbiy bo'lmagan sohalarni qamragan yagona tarmoq tuzish loyihasini bayon qiladi. Biroq generallar bu tarmoqning faqat harbiy soha ichida maxfiy bo'lishini istashadi. 1983-yili O'zbekiston SSR aloqa vaziri Komiljon Rahimov zudlik bilan Moskvaga chaqiriladi va o'sha kunning o'zida harbiy uchoqda Chexoslovakiyaning Liberets shahridagi harbiy elektronika zavodiga olib boriladi. Vazir oldiga bitta vazifa qo'yiladi. SSRdagi eng qudratli EVMni jahon tarmog'iga ulash uchun O'zbekiston Fanlar akademiyasi kibernetika institutiga optik tolali kabel tortish vazifasi. Pirovardida Akademset deb nomlangan bu tizim o'z davridan ilgarilab ketgan tarmoq edi. Ya'ni 1984-yili Toshkentda kelajakdagi internet bilan bemalol ulana oladigan favqulodda mukammal, ammo maxfiy tizim yaratilgan edi. Toshkent bir ilmiy zakosi bois odam bolasi ko'kka uchdi va zamin insonga sajda qildi. Faqat olimlarning tor guruhi biladigan bu faktlarni yozishdan maqsad nega teleportatsiya uchun 1984-yil va nega Toshkent tanlangani borasidagi savollarga javob berish edi. Ya'ni 1984-yil Toshkentda o'ta tez internet mavjud bo'lgan. Faqat bu sir tutilgan. O'sha payt, ya'ni o'tgan asrning 80-yillari boshida Toshkentdagi kibernetika institutiga borgan shoir Erkin Vohidov ko'rganlardan ilhomlanib, Tirik sayyoralar degan kitob yozuvdi. Kitob mujdasi buyuk ixtirolar ko'kda emas, yonginamizda ekani haqida edi. O'tgan asr 80'laridagi Toshkent hozirgi Silikon vodiysi San-Fransisko kabi zakovat markazi edi. Buni oshig'ich fag'r hissi va g'urur ko'z yoshlari bilan yozayotirman. 2023-yilda yashayotgan Yovshondirdi tosh asriga emas, balki aql zakovat gullab yashnagan Sharqda mash'al 1984-yildagi Toshkentga borayotgandi. 1984-yil birinchi Apple Macintosh sotuvga chiqarilgan. SSRda stalinizmni qayta tiklamoqchi bo'lgan KGB generali Andropov buyrak saratonidan o'lgan va jamiyat o'zgarishlar uchun hozirlanayotgan to'lg'oqli davr edi. Bundan tashqari Facebook asoschisi Mark Zuckerberg va Telegram messenjeri ijodkori Durov tug'ilgan yil o'laroq tarixga kirdi. Modern Talking musiqa guruhi tuzilib, dunyoni zabt etgan davron. Militsiya tergovchisi Ulan Segizbayev bilan birga Ukrain kampirini bo'g'ib o'ldirgan yovuz ijrachi urusni institut bog'chasidan izlayotgan aspirant Irina Azulayning ko'zi sal narida turgan yosh yigitning ratsiyadan gaplashayotganiga tushdi. Bu odatdagi ratsiya apparati emas edi. Volimod IRS degan uskunaning telefon trubkasida disk emas, balki knopkalar bor edi. Kvant fizikasi va masofaviy aloqa bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Irina uchun Volimod IRS simsiz telefoni juda qiziq edi. Irina: vaqti zamoni bilan simsiz telefon apparati bo'lishi har qanday kabel o'tmishda qolishi haqida Nikola Teslaning maqolasida o'qigan edim. Ammo biz fantastika deb o'ylagan vaqt shunchalik tez keldimi? Ilgari Altay degan ratsiyasimon primitiv telefon bo'lardi. Hozir oddiy kriminal tergovchi simsiz telefon ko'tarib yuribdi. O'zim kecha perfokartalar yordamida kelajak fiziklari bilan gaplashdim. Militsiya xodimlari maqtanchoq bo'ladi. Tergovchi Ulan Segizbayev yangi simsiz telefonda gaplashayotgan bolani oldiga chaqirib, "Opangga gapirib ber, qo'lingdagi narsa nimalarga qodirligini" dedi. Timur degan bola ekan. Yaqinda Sviyazni bitirib Organga ishga joylashgan.
Timur Chilonzordagi o'rtog'ining kvartira telefoniga qo'ng'iroq qildi. Diskni buramay knopka bilan sonlarni terdi. Telefon eng oxirgi terilgan kombinatsiyani yodida saqlab qolar ekan. Irina shu telefon tarmog'ini EVMga ulab, axborotni masofaviy uzatish istiqboli haqida o'yladi. Ulan bo'lsa, "Opa, biz ketdik. Mana bu yerga imzo qo'ying" dedi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 audio kitobi 5-qismini tingladingiz. Davomi bor.